Assalomu alaykum. Bugungi videomizda ingliz tili fani haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Omon School'da ingliz tili o'rganishning afzalliklari quyidagicha. Birinchidan, Omon School'da ingliz tili fanidan Amerika va Yevropada ta'lim olgan IELTS darajasi 8,5 va 8 bo'lgan ustozlar dars beradi. Bunday darajadagi ustozlar Xorazmda deyarli hech bir maktabda yo'q. Ikkinchidan, aynan shu ustozlar o'quvchilarimizga chet eldagi top universitetlarga grant yutishlariga xalqaro bo'lim bilan birgalikda yordam beradi. Uchinchidan, Omon School o'quvchilari ingliz tili o'rganish bilan birga dunyoqarashlarini kengaytirish maqsadida inglizcha kitoblar o'qiydilar va inglizcha kinolar, multfilmlar ko'radilar. Ustozlar esa bu kitoblarni va filmlarni o'quvchilarga tahlil qilib berishadi. Eng muhimi, o'quvchilar bu filmlar va kitoblarni darsdan tashqari bo'sh vaqtlarida o'rganadilar. To'rtinchidan, Omon School'da ingliz tili ham xuddi matematika singari barcha mavzulari videolashtirilgan. Ya'ni o'quvchilar darsga kela olmasa yoki darsga yaxshi tushunmay qolgan taqdirda ham darsdan keyin bo'sh vaqtlarida video darslar yordamida shu mavzuni bemalol mukammal o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi. Bu juda ham katta imkoniyat. 5-dan, ingliz tili fani hozirgi kunda eng dolzarb fan bo'lganligi uchun Omon School'da barcha sinflar uchun bu fan har kuni chuqur o'qitiladi. 6-dan, IELTS instruktorlarimiz speaking darslarida sun'iy intellektdan foydalanishadi. Chunki sun'iy intellekt o'quvchining darajasiga moslashgan holda o'quvchi bilan speaking qiladi. Bu esa o'quvchilarning speaking darajasi oshib borishiga katta yordam beradi. Chunki darsdan bo'sh vaqtlarida ham individual ravishda o'quvchilarining o'zlari sun'iy intellekt bilan speaking qila olishadi. 7-dan, Omon School o'quvchilari IELTS darajasi yuqori bo'lgandan keyin aynan shu o'quvchilarga biz SAT darslarini qo'shimcha ravishda qo'yib beramiz. Chunki SAT olgandan keyin o'quvchi chet eldagi top universitetlarga grant yutish imkoniyati oshadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Omon School o'quvchilari yuqoridagi afzalliklar bilan ingliz tilini 11 yil davomida o'rganadigan bo'lsa, juda katta natijalarga erisha oladilar.